internetda ko'rdimda, rasm ko'rdim. Operatsiyadan keyingi holat deb yozib qo'yibdi. 12 soat operatsiya bo'lgan. Doktorlar shunday o'sha perchatkaviy hamma yo'q bilan shunday polda yotishibdi. O'lib bo'lmagan. Charchaganidan hatto kravatiga kelib yotolmagan. Shuna doktorlar kerakmi? Vrachlar kerakmi? Ha, siz yiqilib tushib oshqozoniga masalan armatura kirib ketdi, uni ochib, tozalab, tikib lecheniya qiladigan doktor kerakmi? Kerak. Ayollarimizni olib borib o'zimizcha do'q qilamiz. Ayol doktor qani, palon po'kin. Ayollar o'qish kerakmi doktorlikka? Hammamiz o'zimizcha taqvodormiz. Menga 03 ga telefon qilib olib, ayol doktor. Qancha kim o'qityapti ayol doktor qilib? Ayting mana. Kim bo'ladi ekan? Erkak o'qiyaptimi? Kadr yo'qmi? Xolismi? Xohlamaysizmi erkak doktor bo'ladi. Nima bo'ladi keyin?